Hammaga salom, kanalimga xush kelibsizlar. Bu kvartira korobka holatida edi va hozir kvartirani gazoblok bilan xonalarga ajratish jarayoni ketyapti. Bugun sizlarga qisqacha gazoblok terish jarayonini ko'rsataman. Gazoblokni zamonaviy usulda pena yordamida teryapmiz. Gazoblokni terish uchun maxsus pena bor. Shu pena yordamida gazoblokni tez va sifatli teryapmiz. Shunday qilib lazerga to'g'rilab gazoblok teriladi. Ma'lumot uchun biz Moskva shahrida ishlayapmiz. Agarda videoroligimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Ko'rishingiz mumkin, kvartirani gazoblok yordamida xonalarga ajratib chiqdik. Endi shtikaturniy stansiyada shtikaturkasini qilamiz. Kanalimga obuna bo'ling, like bosib qo'yishni